Usta obunachilaringizga qana lifehacklar ko'rsatasiz. Assalomu alaykum azizlar. Bugun obunachilarimizga xudo xolasa mana shu folga deb qog'oz deymiz, folgalarni yopishtirishni o'rgatamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi oddiy o'zi kley bor. Kleyni surkaymiz. Kley surtib turib bo'lgandan keyin folga qog'ozni bo'lib olganmiz o'rtasidan. Bu isrof bo'lmasligi uchun o'rtasidan bo'lib olganmiz. Olib turib mana kleyga shunday yopishtirib qo'yamiz. Bu yopishtirilgan narsani qurishni kutiladi. Yarim soat, 1 soat kutilgandan keyin mana qurigandan keyin to'kib tashlanadi. O'zi kerakli joylarga qoladi, kley tegmagan joylar. Kley tegmagan joylarga to'kib tashlanaveradi. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyaga fikrlarni yozib qo'yasizlar. Agar shunaqa foydali ma'lumotlar bilmoqchi bo'lsalaring, kanalga obuna bo'lsanglar, xudo xolasa yangi videolar chiqarib turamiz inshaalloh.